qadrli ko'rmanlar, Şinjan Çin Nuri Biyo Pen Texniki Çeklik Şirketi alohida qo'llagan Nova programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum Gulchiraylar. Nova programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men do'stinglar Abdurahim Rahman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, kelgan qadaminglar qutlug' bo'lsin. Men sizlarning do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum Nova programmamizning aziz ishtirokchilari, men sizlarning yangi do'stinglar Ramila Aysan. Bugun programmamizda bir yangilik bor, shunday qilib. Shunday. Bizningki riyosatchilarimiz qo'shunda bir yangilik bor. U bo'lsa singlimiz Ramila riyosatchilar qo'shnimizga yangidan xush bo'lib qaytildi. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Undaqda bizning naq maydonda o'ltirgan hamda ekran oldidagi bizning tomoshabinlarimiz intayin taqazir bo'lyapti deb o'ylayman. Shunga biz programmamizni boshlab o'tgan bo'lsak, oldi bilan hammamizga tanishib bo'lgan bizningki ustozlarimiz, bizning mutaxassislarimizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsak. Şinjan Muqam Ansambliningki davlat birindarlik artisti Dilshod Raydin akamiz qizg'in qarshi olamiz. Yana Şinjan Muqam Ansambli davlatlik birinchi darajalik artisti ham xalq nafsi al qalbida o'rnilib kelayotgan bizning Ahmadjon Aqtam akamiz qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Albatta, bizningki mushu bag'lovchilarimizning ichida hammadan ummaq, hammadan kartondek o'tirgan bir do'stimiz bor. U bo'lsa, yanala Şinjan Muqam Ansamblining davlat ishkin darajalik artisti ham nafsi Ra'no Rozi. Qarshi olamiz. Bizning programmamizda yana bir alohida qo'shin bor. U bo'lsa, bizning har qaysi cho'ng taratqulardan taklif qilib kelgan taratqular vakillarimiz. Undaqda men taratqular vakillarini bir tunishtirib o'tay bo'lamdi. Şinjan gazetidan Marhaba Turg'un qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Xalq radio stansiyasidan Guljannat To'san qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan televiziya stansiyasi iqtisod turmush kanalidan Abdumid To'xti qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan iqtisod gazetidan Shuhrat To'xti qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Urumchi Kashlik gazetidan Anvar Aziz qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Urumchi televiziya stansiyasidan Ishoq Sulaymon qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Yoshlari jurnalidan Farida Turdi qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Qonunchilik gazetidan Mahbuba Munirdan qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Urumchi Xalq radio stansiyasidan Nilufar qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Karvan to'ridan Lutfulla Azad qarshi olamiz. Tangritog' to'ridan Akramjon Erkin qarshi olamiz. Taratqular vakillaridan har bir aylarning qo'lida 10 dan bilet bor. Ular zodi kimlarga bilet tashlab bizning qaysi mayirimizni qo'llaydi albatta programmamiz jarayonida davomli ko'rmishlar. Shunday. Hamdi mukofot buyumlarimizni bir e'lon qilmaymi? Bo'ldi. Haftalik yulduzlarimizga Şinjan Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan muhit asraydigan, shakli ko'rkam, to'q tejashlik eng yangi tipdagi Mashrab markali to'nglatqu. Mukofotimiz katta. Aylık yulduzlarımızga bo'lsa yanılam Şinjan Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan muhit asraydigan, shakli ko'rkam, to'q tejashlik eng yangi tipdagi 4 ishlik 3500 yuan qiymatidagi Mashrab markali to'nglatqu. Endi qaysi mayirlarimizning haftalik chempion bo'lganligiga to'g'ri faraz qila olgan ko'rmanlarimizga bo'lsa, Şinjan Aziz shirkati yangidan bozorga solgan Aziz diyor markasidagi 500 yuan qiymatidagi o'ldirgan mandarin, ananas, nashput, shaptul damlik bir yurish meva ichimliklari bilan ta'minlaydi. Bizning Nova programmamizning naq maydondagi har bir ko'rinmanimizni Şinjan Çin Nuri Biotexnik Çekilish shirkati ta'minlagan Sultan zavodida shubhasiz ishlangan Çin Nuri mahsulotlarini sotib olishga bo'ladigan 60 yuan qiymatidagi haqsiz mol sotib olish kartasi bilan ta'minlaydi. Programmamizni rasmiy boshlab ketgan bo'lsak, Shunday. Undaqda bizningki programmamizning birinchi o'tkili yana o'xshashlam bizning naqshimiz. Bu qatimqi yangi programmamizda do'stimiz Mardandan yaxshi natijaga erishishini umid qilamiz. Mardan! Hayalkavduq bu qedim qizg'inlikdan sho'x jismim so'rmalar sen ichimda davonim nasib bo'letdim kavduqdim biz birga o'ynaylik go'zal yoshlikni kuylaylik qaynab kelsa jo'shqin
Ben çok boyulan beni artık bu yollar gözü çizgiler kan. Eğer ki olduk bu dedim kızgınlıkta çok cismim. Sormalar sen içinden tavanım mesut kurettim. Yaşlıkta düzü durmuş üstündeki baklıktır. İş minutumu popüler renkler ötmeyi satı düşmeyi işini sertler. Kentler suç bu kıtırıl dolgun uzun yaşlı sevgi aşık kadar devri. Hemdeki tek şey sonun olsun değmek. Kara dostum aldığımızda bana bu rekaber devri. Önce sağda idirdi manımızda van tarafta. Hemmimiz dikkatli girafın merkez. Kendiler devrimizde bizge bulup ben nefes. Nava programımızga nima maqsad kelganligingizni bilib boqimba mening. Meningmi shu? Bizning mush guruhdagi uslubni haqlarga tunutish. Bu inim o'zim ko'nglimga gapni demayotdi. Mardan, ikkimiz paranglashganda shunda tez gaplarni qilgan ton shu gaplarning birini qilib birsa, mishad o'tgan hammamiz tanishingda huzurlimiz emasmi? Qani ukam, undaq bo'lsa, qisqa qilib o'zingizning mush programmamizga kelishga maqsadingizni yoki mush programmamiz orqali kimga mush naqshingizni anglitishni eng xohlaydiganligingizni, kimning ko'rishini eng xohlaydiganligingizni deb bering. Uydagilarimdan ko'rishni shu tirishib, shu kun kelganimni ko'rishni umid qilaman. Undan so'ng sizga utuq tilaymiz. Kendi mayırlarning marini ko'rib boqaylik. Bulamdiq aramag'ashtiring. Rahmat. Qani undaqda sahnimizga ikkinchi mayirimizni taklif qilib olamdik. Qani, sahnaga marhamat. O'quvchimiz Saxiddin Rahmat maktabimizning a'lochi o'quvchi bo'lib qolmasdan yana maktabimizning o'quvchi uyushmasining vakili. Bu qitimliq yangi Nava programmasida bu o'quvchimizning yaxshi natijalarni qo'lga kiritishini umid qilaman. Hozirgi yosh bola muhabbet lirikasiga beklamraqa. Nima kasb o'qiysiz? Kasbim qurilish binokorlik texnikasi. Bu nava qatnashishimda asos maqsadingiz nima? O'zimning ijodiyatini, o'zimda bor narsani xalqimga sunish, mushlardan bir baho ilib, hamda bundan keyin qanday uslublarni yaxshiysam bo'ldi. Tomoshabinlarning buningga qanday fikrlari bor, men mush hozirgi ijodiyatlarim mos kelibdimi degandek. Mos kelibdi. Rahmat, mos kelibdi. Tomoshabinlarning hammasi qo'lda sizni. Rahmat. Keyingi bosqichdagi nomerlaringizni texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Rahmat tug'an bo'lsangiz. Marhamat. Xudo xohlasa shu nomerli mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Bu qitimda yangi Nava programmamizda kasbimiz Maynurning yaxshi natijani qo'lga kiritishni chimkonimizni umid qilamiz. Maynur g'ayrat qiling!
siz hozir hissiyatıngizni bir anglab boqim kelyapti. Dilashganimni hisob qilmaganda yaxshi. Yaxshi joriy qildira oldim qobiliyatim deb o'yladingizmi? Ashta o'ylayman. Haydab qilgansa, bularni qani tasqishib aramaga ashtiram. Xo'sh, undaqda biz 4-chi mayrimizning 8-ni taklif qilib olamdik. Bizning 4-chi mayrimiz qanday naqsh olib kelganligini birlikda anglab boqaylik. Ko'pchilik marhamat. Birlikte uzunlaylik. Şinjan Xalq Radio Stansiyasi 107.4 san'at radiosidagi barliq xodimlarga vakolatan Taniyarninki mushqatimliq yangi nava programmasida yaxshi natijalarga erishishini umid qilaman. Kettim mendim mengüge sen hoş demezdim. Ayrılmayımız digen idoklarda bildim. Acem seni ilip gitti sormazdım. Ben yıllayman seni oylap gecelerde. Aylandı bu apayışım kun seherge. Elmimdim davasını nedenizdey. Bu derdim neydi yıllay kimlerge. Boyrima bir buluştu içtiğimizge. Judalıktın derya yeşil gözlerimde. Çakırsam uyuyup yine gelgin desem. Lekin sen kaytıp gelmeysen kalbimge. Kapanmadım ahir ketken yollarımni. Tutalmay benden dizinin kollarımni. Seni görmey dünyada kandan çiday. Bu kaygı ezikini. Biz Daniyani Bekovdan tanıyımız da. Biz bir mektepte okugan, bir kesip okugan. Sınıf mesulumuzmu bir degandek. Muşu nava programımız katlaştıki maqsadınız. Muşqetim muşu nava sahnesiga qatnash orqali o'zimninki texmo chiq tomoshabinlarni oldida o'zimni bir o'zimniki qanchalik bir iqtidorim borligini bir o'lchab boqmoqchi, sinab boqmoqchi. Ovozingizga debdamizmi? Mushu yaqinliq bum ovozingiz bilan bizningki xalqimizga yangi sovg'alarni suntirishingizni umid qilamiz. Keyingi bosqichga omad tilaymiz. Marhamat bo'lsangiz. Endi Ramila sahnimizga 5-numurlik mayrimizni taklif qilib olgan bo'lsak. Qani, marhamat. Marhamat. Bu qitimqi yangi nava programmasida sizning yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni umid qilaman. Ata qalbi sizga mansub. Osman yüzü süzüldü. Assalomu alaykum Akbar. Yaxshi aytaladim, o'zim ko'zlagan maqsad
maqsadga yetdim deb o'ylamsiz? Hozir men bir narsa deyaolmayman, lekin yangi navo programmasi orqali bugun mushu sahnada mushu lirikamni mushu xalqimizga taqdim eta olganimdan intayin xursandman. Hammalar utuq tilaymiz. Albatta sizga shunda. Mana bizniki 5-numurlik mayrimizmi o'ziniki naqsini aytib bo'ldi. Qani hammalar birlikda qolgan mayrimizning sahnimizni taklif qilsak. Qani marhamat. Qani sahna marhamat. Biz rad tartibimiz bo'yicha mushu 1-numurlik elimizni oldida ishtirok etsa qanday bo'lar? Bizning baholovchilarimizning bahosini olib boqamiz. Marhamat. Ma 1-numurlik mayr sizlarga nihoyat yaxshi o'rildinglar. Endiki biz azroq bir fikr qildim. Harakat birligi toza jonliq emas. Uchunlar bir-biringlar bo'lgan harakat biroz ojiz bo'lib qopti. Bunisi mushu turdagi masalan yaxshi bo'ldi menimcha. 1-numurlik mayrimizga Dilshod degandek haqiqatan bu naqshni yaxshi o'rildi. Endi deb qo'ydigan bir gap 3 odamning harakat birligi toza yaxshi emas. Demak, birisi jon dil bilan ikkisi o'yinsimi, birisi suv so'shib qolgan. Demak, u odam bu sahnadan yot bo'lgandek, boshqa odamlar birlashgandek jirlish bor. Rahmat. Rahmat. Rahmat aka. Rana Rozi. Endi 1-numurlik Mahir bu naqshidagi yoshlarning jangi var. Nayta jushqun, mushundaq bir xarakterni ichib bermiz deb aytibsizlar. Sen de birinchi bo'lib chiqib qoldingiz ukam. Sal o'diqish bo'lib qoldi meningcha. Buningdan keyin o'tganlarda sal tamtirmay, texidimi jushqun bo'lsangiz, buningdan keyin o'tganlarda cho'qim yaxshi natijalarga erishadi deb o'ylayman ukam. G'ayratingiz bormi? Chavaq bormi do'stlarimiz? Mushu do'stlarimizni bir qo'llab qo'ysak, rahmat. 2-numurlik mayr naqshni nihoyat yaxshi o'rildingiz. Yana bir kamchilik tarafimiz ovozingiz bilan omonbob naqshladimi? Bosh ovozlar aytadi-ku. Shu boshning men chiqing so'ladi. Ovozingiz sal ojiz. Ammo shu yerdan sal diqqat qiling. Ovoz chiqarish jihati-chu. 2-numurlik mayrimiz Faxriddin nihoyat naqshni abda etdi. Demak, boshqa bir kasbni o'qib, mushundaq jiq tomoshabinning o'tirib naqsh etishning o'zi bir g'alaba. Rahmat ustoz, rahmat. Qalb sahabirata 2-numurlik Mayirimiz chiroy bo'lsin, taqturqi bo'lsin, o'zini jabdib chiqishlari shunchalik yaxshi. Endi mening faqat sizdan kutadigan umidim naqsh etgan vaqtda naqshning tekstini bakrak yimirib olsangiz, bakrak enig'aroq bo'lib ketsa degan umidda, lekin sizning bundan keyin o'tganlarda yaxshi natijaga erishishingizni chin ko'nglimdan umid qilmayman, shundoq bo'lishiga ishonaman. Nihoyat yaxshi o'rildingiz. Naqshingiz shundoq mo'ngluq. Undan keyin o'zingizning ovozingiz shundoq yaxshi ekan. Lekin sahnadagi qiyofatga yana sal diqqat qiling. Jalliqroq, tetikroq bo'ling. Menga shundoq yerdan naqshingiz. Rahmat. 3-numurlik mayrimiz Maynur naqshini nihoyat yaxshi etdi. Ammo o'zi sahnaga chiqib qandaqdir sal xo'rinib qoldingiz-ku deyman. Ammo o'ylayman, bundan keyin davomli tirishingizni, o'z kasbingiz berilib, natija erishingizni umid qilaman. Rahmat. 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 O'zingiz tanholiqim degan bu naqshini nihoyat yaxshi o'rindadingiz. Undan boshqa mening naqsh aytayotgan vaqtingizda his qilgan bir tarafim naqshiningki tabiiy ovoz bilan Yevropa ovozini birlashtirib naqshini bir taraf qilishda nihoyat yaxshi bo'pti meningcha. Endi siz qiz mahir bo'lg'achqa men cho'qim siz tarafda turib nurg'un yaxshi fikrlarni, baholarni berma. Misanda bir jalliq bo'lib baqsingizku. Shundaqmi? 4-numurlik mahir Daniyor bayatın o'rilgan naqshimi nihoyat mo'ngluq. Shundaq yaxshi naqsh ekan. Lekin bu naqsh aytganda ovozingiz sal keyni ketdi. Naqshiga ovozni oldigaroq chiqiramiz. Gap qilgandek emas. Biroz yumshatib mushjatdan bir izlansangiz. Endi sahnadagi hissiyotingizga diqqat qiling. 4-numurlik mayrimiz Daniyor. Endi bu Daniyorda boshqa naqshlar o'xshamaydigan bir aloyik bor ekan. Bo'pmi shu ekran emas, televizion nima, radiolarningki mikrofon oldidagi bu aloyligi kaynimiz to'g'an boshqa alaylarga o'xshamaydigan bir alaylik endi. Demak, Daniyor naqsh etishni birga, men o'ylayman bizningki ovoz artistimiz Abduqiyimning o'rnini bosadigan yaxshi diktorlarimiz bo'ldi. Rahmat. Cho'qim turishini. Rahmat. Naqshini taslamay davomli etib bering. Rahmat. Daniyor naqsh aytgan vaqtda bir alayligingiz borga gapni bak aniq deydi ekansiz. Kostyumning kichikab qolgan hisob qilmaganini qolgan joyda chataq yo'q. Rahmat, rahmat. Nimadan deb ketam dedi Dilshod kamlar sizni. Bilmadim. Bak yaxshi. Yaqinda mush 90da nihoyat jiq san'atkorlar chiqyapti-da. Tekis jihatda, o'rinlash jihatda nihoyat yaxshi o'rildingiz. Sahnadagi qiyofatingiz shundoq undan. Tamkinlik, bir xil o'diqishmi yo'q. Nihoyat qalblik o'rildingiz bu naqshni. Tegim turishing. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Akbarninki o'rinlash, tekstning aniqligi, ovozning suzukligi. Akbar agar o'rinni boshqa demay televizorda bersa, kasbiy o'maklarda ishlayotgan naqshchi deb o'ylab qoldi. Men Akbarning mundikinki naqshchilik hayotininki texmi yaxshi bo'lishini tilash qilaman. Rahmat. 5 numurluq Mahir. Endi bu Mahirimiz sahnaga chiqqandilar, kiyim bo'lsin, sahna qiyofati bo'lsin, nihoyat yaxshi. Uning ustiga sahna ekranda o'zining naqshisiga kelishtirib, shunda qopdan MTVdan birisi chiqdi. Endi bu o'zingizning plastinkasining MTVsimi yoki? Bu MTVni mushu guruhdagi yetakchimiz Farhodjon naqshlag'andan keyin cho'qim mushuni bir MTV ishlagan bo'lsak deb taklif fikr bergandan keyin ishlagan. Ben o'zimizlarni bek yaxshi ko'rdingiz. Bizning nova programmamizda mushundaq mahirlashni, mushundaq ajib so'ndirilgan obdan sahnaning keyinda turib mushu mahirlarimiz uchun o'zining to'ppisini qo'shayotgan mushu Farhodjon inimizga bir chavak sap qo'ysak. Chavak sap qo'ysak, rahmat. Naq maydonda o'tirgan qadrli tomoshabin do'stlarimiz, 5 nafar mahirimizning naqshlarini anglab bo'lgandan keyin siz kimning naqsini eng yaxshi ko'rdingiz? Sizcha kim bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladi? Qani parad qilib beqib, to'g'ri parad qilgan tomoshabinlarimizga albatta mukofot qo'yimizda, Ramila. Qaysi mahirimizning haftalik chempion bo'lganligiga to'g'ri faraz qila olgan ko'rmanlarimizga Urumchi Aziz Diyar Savdo shirkati yangidan bozorga solgan Aziz Diyar markasidagi 500 yuan qiymatidagi o'ldirgan mandarin, ananas, nashput, shaptul tamlik bir yurish meva ichimliklari bilan mukofotlaydi. Qani faraz qilib baxsanglar. 4-numurluq mahir birinchi olamdiki. Mencha 5-numurluq mahir birinchi darajalik mukofotga erishgan. Rahmat. Mencha bo'lsa 3-numurluq mahir. Menimcha 1-numurluq mahir haftalik cho'pon bo'la oladi. Undaqda zodi kimning farzi to'g'ri chiqadi albatta. Davomli musobaqamizga diqqat qilishingizga to'g'ri keldi. Zodi kim bu o'tgandan muvaffaqiyatlik o'talaydi? Endi o'zinglarning naq maydondagi tanlash huquqinglarni yurgizgan vaqtinglar keldi. O'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ldi. Bilet tashlash. Bosh. Abdirim. Özür ko'rib bo'ldi. Shamsiya, o'zlariga qo'yib birlik. Qani kaynanglar asta o'rilib natijalarni ko'rib beqinglar. Bizningki ikkinchi o'tkazilgan muvaffaqiyatlik o'tgan mahirlarimizni muboraklaymiz. Pastkichib aram ag'ash desanglar bo'ladi. Men sizning umidsizlanmasligingizni bek umid qilmayapman. Umidsizlanmadim, chunki mening mushak yuraklik qadam og'inimning o'zi bir g'alba. Sizning buningdan keyingi yo'llaringizning texmo dag'dan bo'lishini, buningdan keyin mana shundaq baholug'uchilarimiz sizga bergan bahodak, shundaq mardona qiyofatda, shundaq kulib turib yaxshi qiyofatda yashashingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Navo sahnasi sizni yana qarshi oladi. Navoning ko'rmanlari sizni mangu qo'llaydi. Shundaqmi ko'rman do'stlar? Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. Bizning o'zimiz yaxshi ko'rgan mahirlarimizni sahnamizga qaytarib kelgan yana bir fursatimiz-da, shundaqmi? O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad numerining oldiga 33 ni qo'shib, 106-266-19 ga uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan mahirni navo sahnamizga qaytarib kela olasiz. Shundaqla talaylik obun bo'lish fursatiga erisha olasiz. Tafsilotli Karvan to'rida. Programmamizning ikkinchi bosqichiga o'tib olamdik. Ikkinchi bosqichimizmi intayin qiziydi ham eng ko'ngilli bosqichmikin deb o'ylayman. To'g'ri. Undaqda ikkinchi bosqichimiz Parvoz. Marhamat. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Every day I'm shuffling. Shake it, shake it, shake it, shake it. Every day I'm shuffling.
var Musun patroy milletni Bağış etsin bu alemni Bizimle nava meşre Sunniye bek yaxshi tayyorlabsizlar bo'lib meliqi bir hareket anglab ekan go. Mush tayir bek mashq qildi keyinda. Chiroyli qilgan uylanmasan kerak. Jushquncha bir xil. Keyingi bosqichlaringizga omad tilaymiz. Tushib birdam arama qash turgan bo'lsangiz. Aramay bittiring, marhamat. Hamdi qaysi mayirimiz keldi? Bizning parvoz bosqichidagi 2-nomerlik mayirimizni saknida qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Sochim qo'ng'iroq qo'ng'iroq o'zim aylanay yor menga qilmang firog'i aylonaman sochimchi qo'ng'iroqqa o'zim o'rgilaydi yor menga qilmang firog'i aylonaman yor menga qilsang firog'i o'zim aylanay ketay desam yo'l yirog'i Usulchi olmak o'ng'aymiki, naqshchi olmak o'ng'aymiki? Har ikkisining o'zgachilik ta'siri bor. San'atning hamma turi biz uchun qadrli shundaqmi? Qaysi turini tanlashimizdan qat'iy nazar, ko'rmalarımizga, anglag'uvchilarimizga estetik zo'q beralsak, bu bizniki eng zo'r majburiyatimiz shundaqmi? Bundan keyingi bo'laklarda texnik yaxshi ixtiyoringizni namoyon qilsangiz tilakdoshmiz, sizga utuq tilaymiz. Rahmat. Qani hamsa. Qani, aramag'ash turing. Undaqda tövəndəki mayırlarımız Pərvaz bölükdə yana qandaq numurlarını əpgəldiki birlikdə alqış sadalarınızla onu səklimiz təklif qilaylı. Mərhəmət. Qani mərhəmət. Kelin, yar ağzını sürtüb qoyay. Bek ağırıp gitti. Jim tursanız əlbəttə ağrımaydı. Əmir qılgansız, diba var mən dəb keçib. Kim sizni meni bilə apamsın dəbdi. Qızlar diba acıqbas bulmaydı. Acaba oğullar acıqbas bulanda? Ağırdı mı? Diba kaçan barımız? Her az. Emdi. Dibağa bağmayım. Tan var öyle. Ahiri qaytib kelibsiz. Shundoq qaytib keldim. Sizni yuz o'rmsam bo'pti-ku. Meni kechiring. Agar men ketmagan bo'lsam, balkim bu bizning taqdirimizning qo'shilmaganligidir. Yo'q, undaq deyman. Garchi satirik bo'lsangizmi, sizni haqiqiy yaxshi ko'rganman. Rahmat Nigora. Ammo sizni yolg'iz tashlab ketadigan o'xshayman. Yo'q. Doniyor. Siz meni yolg'iz tashlab ketsangiz bo'lmaydi. Sizni sevaman. Ya ma ovoz haqiqatan bek yaxshi tushgan ekan, bizmi o'tira pastda bek yaxshi bir karton film ko'rgandek bo'ldik-chi, nihoyat yaxshi ovoz berilgan. Tomoshabinlar meni tan yaxshi ko'rdi. Bek yaxshi tayyorlab. Bek yaxshi chiqdi. Rahmat. Shundan tomoshabinlar. Ha. Rahmat.
biz sahnimizga yana bir moyirimizni taklif qilgan bo'lsak. Marhamat. Marhamat. Endi men o'sha ikkinchi bosqichliq parvoz bosqichidan foydalanib, bizning xalqimiz orasida tunilgan, elni so'ygan bir necha san'atkor ustozlarniki ovoz tustidan azroq to'rab bermoqchi. Eskender Samat akamiz talantli kompozitorimiz manbek ovoziga, ovoz tusiga aytgan naqshidek amroq azroq to'rab baqsam. Aydın bolsa ey bu gönül rahat tapır mı Allah yarmey gönlümdeki yar bulmasa ey aydınım sözlük çıray. Rahmet. Sığılımğa namlıq naqsıdan kən xalqımızı tunulğan jolpanımız Əkrəm Niyaz efendimnin avaz tüzünün azraq doğrab basam. Tehi oynab yürədim oyuncaqlarını Səbi gülgən qozuğar idi amraqlarını Nəsləb uyətməy turub nəvbarinğa Koldur gelgen keç güzdüktü yapraklarını Turğunudun oğullar ikini küter beşini Mumlanmığın çekme sıra dökme yeşini Mumlanmığın çekme sıra dökme yeşini Ey can umaksınlı Emdik nöbetімizde elni söygen talantık nakşçımız Dilşat Raydın akimizden avazını azrak vererek Aman bolsun ey dostlarım aman bolsun Dostlarım da tez değil gari eyvah sarığa saman bolsun Ahırda Abdurrahim akimizden avazını azrak vererek Ellerimi canbazlı Ezelden zatı Uygur'a icazetsiz Rava meşref Rahmat aziz kerimdaşımız köptün köp Rahmat Sonda aka Mana Bayqın akşini siz bir mısra Ekber efendim bir mısra itibaqsı farqlandırıp bakandık ya
Acayip o'xshatding Juma. Diqqat turingmamsa. Men ovozim do'rg'adim, ko'pi ketdi. Tarixda birinchimi? Birinchi qitim Juma, ajoyib o'xshatdi. Aman bolsan deydi be fikirtim. Dostlarım aman bolsan. Ahırına. Dostlarım kız saman bolsa. Ay, Burak'la ilişkiçi o'xshatibdi ha, Dilshodga. O'zingiz aytayotgandek his qildingizmi? Rasmi. Yaxshi aytamsizga naqshini. Ikkimiz tanishsak bir adam aytgandek bo'ldik. Siz o'zingizni ko'rgandek bo'ldingiz, yaxshi aytamsizga endi qarab boqsangiz. Bu nimda yomon bu. Bek o'xshatdingiz Jumur. Hammani biladi ekanmiz bu. To'xta, birdan turib bog'laymiz-ku buni. Xotirjam bo'l, birdan turib bog'laymiz-ku. Buni deb kulyapti. Xotirjam bo'l. Sizga mutluluk tilaymiz. Undan bo'lsa, endi qolgan mayirimizni sakimiz taklif qilamiz. Yana hammamiz eng jiddiylashigan vaqt yetib keldi. Qani marhamat. Aldı bilan baholg'uchilarimizning fikr taklifini anglab boqaylik. Qani Dilshodga. Ma birinchi numar mayirning ko'cha usuli demdiq. Bu harakati shundoq yaxshi. Oldinga qaraganda shundoq redlik, shundoq jonliq chiqdi. Andan keyin ikki qiz birozdan keyin Uyg'urcha bizning dolan usulini o'ynadi-da. Uyg'ur usullarimizning qandoq mardonligini namoyon qildi. Yaxshi bo'lsa bu ikkisini birlashtirib qutulayman. 3 numaralı mayır Özbekçe usul acayip chiroyli. Muzikani nereden tanlagansiz? Nimda chiroyli muzika o? Canlıqqa bizni tasvirib o'ynab ketgan muzikasi bak canlıqqa. Harakat usul harakatlarini aytib birlashtiribsiz. Avval qaraganda repetitsiya qilib yaxshi qilganda qilib tursizlar. Bak yaxshi chiqdi. 4 numaralı mayır kostyumni yetkazib chiqibsiz ha. Yaxshi. Mana rahmonda. Buningda misal uzun bo'lsa bo'ladi. Bak. Ovoz tekshirtmadim. Bek tanlabdiligina ovozi bek chiqdi. Efendim talantın karametken Cuma. Bak İskender'ini karamet doğurdum. Rahmet. İskender'ini doğurduğunda kumun nakşının şivisi, kumun nakşını etken çadığı iyi kılıçını tat acayip geldirdiniz zaten. Aslında digen nakşı zaten özünü senle etkendekiler ettin oldu zaten. Mini hem de ki onun gelmişsen şu doğru mu sağın boptu geldi. Ama yama okşattın Cuma. Abdullah'ınkiga bir tikilib tushdim edi. Allah'ım deb bir başladı. Davomli tirishchimi rasmiy haqiqatan bir san'at muallimiga loyiq. Xudo baraka. Utuqlayman molaga. Birinchi numurluq mayirimiz zamonliqdan, ya'ni o'zimizning an'anasiga qaytib buni yaxshi bir tushuntirish oldi. O'zini izlash. O'zini izlash bu nihoyat yaxshi oldi. Demak, boshda bir sahnaga petilib olgandan keyin bunaqa bosqichda nihoyat yaxshi harakat qildinglar. Sizlarga rahmat. Endi 3-numurluq mayirimiz gerçi usul hareketlerinin alayda bek tezlikli maharetli hareketler bomusu mu? Birligi, usul birligi nayet yakşı. 4 numaralık elimiz Daniyar ama avazdan fikam til tegmesinde. Sen muşu avazın olan ekranda görünmey bersen sen xuddi neçillik avaz artistledik. Bizdeki peshqadam artistimiz deydi de seni köse. Senindeki bu xil talantga aferin. Endi Ekber Efendi'ni kesek, bu efendimde xeli alaylık bakın. Siz müzik mağribden ders vermeyi, kesbi orullarda, ümeklerde, nakçı bu pişirsiniz mi? Xeli nakçıda kalmaydıgan nakçanın birisi. Sen ömek başlığı da bakalım size Ahmet Eka. Olur da. Eğer mukamda işlemezseniz bizden ömek başlığı değmeymen. Endi muşu parvoz bo'ligida bu balla birsidan yaxshi shu men o'ylab qoldim jon boqmoq tasib ketdim. Men manda qilsanglar bo'lmaydi deyman. Vallahi unda qilmanglar. Nima birinchi numurliq mayirimiz. Menimcha mush hukumat ham shu o'zining hozirgi zamon usuli bilan shu dolan usulini birlashtirib dolan usuliga kelganda o'zining shu Adidas chapini bilan tushdida ham o'tirgan. Menimcha shu mush chapan bilanmi shunday yaxshi o'yinda men rost xush bo'ldim. Sizlarning usulinglarda chataq yo'q. Endi mush 3-numurliq mayirimiz Maynur singlimiz o'zining
mushu rast gap hamda mushu tashkillash jihatda bo'lsin, qurilma jihatda bo'lsin, birlashtirish jihatda bo'lsin, yaxshi bo'lgan bir o'zbek usulni misaniga olib chiqibdi. Sizga texidimi apirin. Endi mushu Doniyor inimiz, endi nima desam bular mush ovoz ashu bo'rigimi o'yliqay. G'alati maxluqqa bakkapti. Au, degandek chig'irdi. Men baxo'sh ketib karton filmni o'zim ko'rgandek, bak hayajonlandim, baxo'sh qilgan numurning birisi bo'ldi. Ekber. Bu dora san'atingiz nimanchay? Sizning endi oshindami dora qo'yamsiz? Raslan bek alaydi ekansiz. Bo'libmish Akram Niyozning naqshini men kichkina shunchalik yaxshi ko'rib aytdim. Mush puroq har bir narsani ajoyib o'rgangan naqshini yaxshi ko'rganligimda Tixi o'ynab yuradim qo'nchoqlarimni. Mushyalar joy-joyga berib ketdi. Faqat chidig'ichiligim qolmadi. Eng oxir deydigan gap tugidi. Rahmat. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, naq maydondagi ko'rman do'stlarimiz, endi qo'linglardagi elektronlik bilet tashlag'ichni ilib o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Qin undaqda bu bosqichdan kimlar muvaffaqiyatli kutib chiqalaydi ekan? Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Musobaqa degan cho'qim o'ylig'imizdek bo'lmaydi shundaqku. Sizning hozir farzingizchi qanday bo'lgandi? Balkim men tanlanib qolgan bo'lishim mumkin. Yoki biz tanlab qolamagan bo'lsammi o'kinmayman-da. Naq maydondagi tomoshabin do'stlarni ranjimaysiz shundaqmi? Tanlamay qolsangiz. Ranjimayman. Men faqat shundaq bir o'zimniki oztil bir ortiqchiliklarimni mushu naq maydonda o'tirayotgan yangi navoniki ishtirokchilarga ham ekran oldidagi baliq aziz qarindoshlarimizga o'sha ozroq alayligimni yetkiza olganligimdan aşı mening eng cho'ng natijam deb o'ylayman. Undaqda rahmat ko'pchilik undaqda Navo sahnasi sizni davomli qarshi oldi. Navoda siz yillik chempionlik tanlash musobaqasiga kirasiz. Natijalarni ko'rib chiqinglar. Undaqda gapni uzun qilmadik. Bizning bu o'tgandan qalblik o'tgan mahirlarimiz birdam aramoq tursa, eng oxirida nima degingiz bor? 3-bosqichga muvaffaqiyatli kirganligimdan haqiqatan ko'nglim yerim bo'ldi. Lekin men yana davomli tirishma bundan keyingi san'at hayotimda davomli tirishchilik ko'rsataman. Sizning Navoning ko'rmanlari hargiz unutib qolmaydi. Yana kelishingizni qarshi olamiz. Bo'lamdi? Sizga o'tib tilaymiz. Rahmat, sog'lom, rahmat. Rahmat, sog'lom. Qadrli tomoshabin do'stlar, bugun balkim bizningki mahirlarimizning nomerlarini ko'rish bilan bir vaqtda riyosatchilarningki gap so'zga, turqiga, kiyim-kechaklarga diqqat qilgan bo'lishinglarmi mumkin. Bizning yigitlarimizning kiyimini Nazar kiyim-kechak to'p tarqitish markazi ta'minlagan. Bizning qiz riyosatchilarning kiyimini Favori kiyim-kechaklar ta'minlagan. Bizning kiyim-kechaklarimizni ta'minlagan Nazar kiyim-kechak to'p tarqitish markazi bilan Favori kiyim-kechak markaziga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Abdurim efendim, undaqda 3-bosqichimizga bir o'tib olamdik. Ma'qul. 3-bosqichimiz qarindoshlar. Marhamat. Lekin yurakda azab qoldi, lekin ketib ko'rmadi mendagi so'zlar seni qayta eslash kundagi tunlar eg'ir kelmay meni uzatdan endi ne tashvishim tabassum qilaq yuzishim ko'zlarimda qiynab bilasan shu chog'larda qalbimni qo'lga olgan sen uchun ko'zni yoshlab tashlab ketding yiroqlab ketding men uchun sen yo'q ishon qolmadi umid tashladim qalbim o'zimda mana mandim qarzunmat yo'lda ya suyman desam shinamsan seni yuragimni beralamsan barlig'imni beray sana meni sen qabul qilalamsan suyman desam shinamsan seni yuragimni beralamsan barlig'imni beray sana meni sen qabul qilalamsan Selim bak kırdım üzdüm gül Üzge güldüm kurban çağda mehri döldü ötken kül Yürgün muhabbetin tapmağaş bahar kulu kılmadın sen beni Kalkımı hicilliktin toxtadı hicil kıldım bu mersini Suyman desem şinamsan Seni yürgünü bir alamsan Varlığımı bir ay sana
meni sen qabul qilamansan. Söymen desem şinemsen, chin yürügümni beralamsan. Barliqimni beray sana, meni sen qabul qilamansan. Söymen desem şinemsen, chin yürügümni beralamsan. Barliqimni beray sana, meni sen qabul qilamansan. Şu günni, şu dakika gördüm ben seni perişten. Aslidim, sevindim, çünkü ben seni yaxshi ko'rib qoldim. Bek yaxshi naqsh etib berdinglar. Bo'lib meni qirg'amila. Şinemsen yere. Sen yuragimga ishinamsan. Hayolimni tushinamsan. Degan yerbek bezgi. Mashqimda yaxshi ko'rdim. Unda qo'sam Magdan, yaqinlashingizdan birdan past aram etib turgan bo'lsangiz, biz yana bir mayirimizni teknik taklif qilamiz. Rahmat sizlarga. Endi sahnamizni Doniyorga basay. Qani Doniyor. Rahmat. Canım sen ey, gözüm nurum sen ey. Gülüm yarım gül yarım ey, ey cananım ey canım sen ey. Gül yarım ey gül istedim örgülümen. Saçlarımı tarihimden örgülümen. Cananım sen kometimden çürgülemem. Çıralığından tanesinden çürgülemem. Dünyarım yıldızımdan örgülümen. Aşığım ben sevgilim sen örgülümen. Olsan olmasan kıyısından çürgülemem. Şat hıyallar yar peşinden çürgülemem. Canım sen ey. Gözüm nurum sen ey. Gülüm yarım gül yarım ey. Ey cananım ey canım sen ey. Hayatım ben şartlıydım ey. Aşığım ben yardan ey. Hayatım ben şartlıydım ey. Aşığım ben yardan ey. Hayatım sen can ey. Aşığım ben yardan ey. Hayatım sen can ey. Aşığım ben yardan ey. Vay. Bütün adam oynayıp ketdi gördüңlarmı? Bizning hamkorlashuvchingizni, qarindishingizni tanishtirib o'tamiz. Meni alayda qo'llab qarmaydin kelgan mening yaqin do'stim Zumrat Abduqodir bo'ladi. Zumrat. Rahmat Zumrat. Do'stingizni qo'llab ham Navo sahnasini cho'ng ko'rib, atayin qarmaydin kelganingizga rahmat aytamiz. Rahmat. Qutlug' tilaymiz. Rahmat. Qarmaydinki qarindoshlar bizni salomdang. Rahmat. Numurlar bezish, endi 3-chi bo'lib sahnaga chiqadigan mahirlarimiz qarindoshlar bilan qanday numurlarni olib keldiki, optirayim bir ko'p raqamda. Sahnaga taklif qilamiz. Qani, oldirib ketdik. Mana. Serdeki quyoshsan o'zim. Ko'rmaydimi siz ko'nglim. Sana düşlasın, seninle boyam. İçilmeydim sensiz hiç gülüm. Sana teşnazım, zeminmen buyam. Geçilmeydim sensiz hiç gülüm. Seni soyup ötgünüm ötgen.
hayacanlanıp ketdim. Bek hayacanlanıp ketibman. Nimda yaxshi nomer tayyorlab keldinglar? Shu men bundoq hayajonlanib ketaman deb o'ylamabdi ekanman. Bir cevap beraylik. Rahmat. Rahmat. Endi şu qarindoshlarınızın kimligini o qarab bilib bo'lib, shundan bir tunishtirsangiz. Bu yoq mening Ha, yana bir cevap beraylik. İsmi Ekbercik ha? Bugungi qisqin olti sadalarimiz sizlar uchun bo'lib chiqardi. Rahmat. qizim Madina. Madina. Bu yil 9 yosh kirdi. 9 yoshga. Oşun qandan etqonsiz tatlı qozan ben hayran qaldım tanmış pastga apash dodashlarma bekka hayran qaldi. Apirin. Necha yosh kirdingiz? 9 yosh kirdingizmi? Necha sinfda o'qiysiz? 2 sinfda. Biz chiriyamidik. Siz chiriyamida ekan. Faqat tash beramdik. Assalomu alaykum. Siz nimda olmaq sababini tushuntirib qo'ysangiz bo'pti-ku? Maşta umak. Mush umoqligingiz uchun kimga rahmat aytasiz? Kim sizni mushta umoq qilib qo'ydi deyman. Şu otam bilan opam. Otam bilan opam. Sen bugun shu o'zingga nomer keltirish uchun o'yidagi eng kuchli qo'shinlarni boshlab kelibsan-da, ha? Kuchli qo'shinlarni. Ha? Mening eng yaxshi hamrohlarim. Ha, to'g'ri. Bir odamning bu dunyodagi eng yaxshi hamrohi oila a'zolari. Hamma oilaga mana shunday inoqlik, mana shunday sevimli kishini hayajonga soladigan ko'rinishlarni mana shunday yangroq kuylarning mangu davomli tushib turishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Har bir oilaga baxt tilaymiz, inoqlik tilaymiz, omad, barakat tilaymiz. Yana bir gap bor. Ayolingni bir tanishtirib edi. Qizim Madinani operida qilgan. Meniki oiladagi o'qituvchilik kasbimdagi birdan bir qo'llovchim ayolim Ruqiyagul Arshidan bo'ladi. Rast gap qilsam, menimcha shu Nahmaydondagi ko'rman do'stlarimizmi, ekrandagi televizor ko'ruvchilarimizmi sizlarningki naqshanglardan bir mulliq melodiyani anglash bilan bir vaqtda bir xil inoqlikni, bir xil mehr-muhabbatni his qildi. Bo'libmi yosh oilalarda biz mana shunday mehr-muhabbatning uzib qolmasligini umid qilamiz. Yosh oilalarda erlarning mening bu dunyodagi eng zo'r yo'lanishim mening ayolim, mening farzandim deyishini, ayollarning mening bu dunyodagi eng chong hurmatga sazovor odamim, bizning uyimizdagi erkak, mening yo'ldoshim deyilishini, farzandlarning mening dunyodagi eng hurmatga sazovor odamim, mening otam bilan onam deyilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga, hammamizni intayin hayajonlantirib o'tdinglar. Qani undaqda qolgan mahirlarimizni taklif qilamiz. Qani marhamat. Mahirlarimiz. Baholg'ichilarimizning baholarını anglab baqamdiq. Birinchi nomerlik mahir. Ishqillar bak yaxshi hamkorlashdinglar. Davomli tirishinglar. Yaxshi natija umid qilaman sizlardan. 4-nomerlik mahir, ma qiz bilan karamat birlashding sen. Oltindek bir qizdek ko'rsamas bu qizga. Bu nimaga yaxshi aytgan naqshni. Naqshanglarmi nimaga chiroyliqqa? Melodiyasi shunchalik sho'q, ajoyib yaxshi o'rildinglar. Ekber efendim, o'tag'an tomoshabinlarning hammasini yig'latding. Ma o'moq qizing jinim balam, nimada aqllisiz? Voh. Ay muqam nima degan chiroyli aytgan. Oxirsida avjina ko'tirish-chu. Buni 9 yoshli bir bolaning mushunchalik naqsh aytmoq o'ng'ay emas. Biz hammamiz san'atkor, bolalarimizni tarbiyalayapmiz. Ammo sen shunchalik yaxshi o'rgatibsan bu qizga. O'zimni nayt sezimi yaxshiki. Sizlarga yomon cho'ng umid kutaman. Rahmat. Birinchi nomerlik inimiz Mardan davomli endi chiqqan siri o'zini teqimi qo'yib etib, o'zdiki barliq iqtidorlarni to'liq joriy qildiryotdi. Yaxshi tirishinglar. 4-nomerlik inimiz Daniyar. Budaqi mush qayrindoshlar bosqichdan tushib qolmay, yana birisiga kirishinglarni qizg'in ham qarshi olaman, ham o'zim shunday bo'lsangiz tilaktash bildiraman. Rahmat. Akbar efendim, sizga nima desam bo'la? Mana bu sonimiz ishqinglar birlikda o'rilgan naqshimi, nayti o'zi bir voyaga yetgan, tekstning mazmunli xarakterini ichpagan, shundoq bir mungluq bir naqsh bo'ldi. Bu qizimiz oxirda muqam etibdi. Endi ish qilib qarsam, moyoqda rana yig'lab o'tibdi. Ben o'zim buni yig'ildab qarsam, men o'zim yig'lab o'pma boshda, o'zim uqmayman o'zim. Qarsam mening ko'zimdan yosh eqotdi. Bu farzanddan bulardan rozi bo'lgan, ko'nglimiz suv ichgan yalarni duchor qilganda odam o'zini tutolmaydi ekan. Men mush fursatdan payinda birim degim kelib qoldi. Asli bu gapni demisam bo'ladi.
Bu yil mening qizim Alfira Shanxay Muzik institutida o'qiyotdi. Bu qiz o'tda Osiyo bo'yicha Shanganga berib va pianino musobaqada Osiyo bo'yicha birinchini oldi. Alfira qiz muborak bo'lsin. Hammaga anglab internetda bilan Shu o'rindan men bir to'ydim, menga telefon qildi. Dada, men Osiyoga o'tkazgan piano musobaqada bir turda birinchi oldim dedi. Men so'rin ahli bilan o'tag'andim. So'rindan vaqirab yig'lab qo'yib ketdim. Demek bu balığı boğan mening mehrim, şunundan suyunib xush bo'lganligim. Bayam Akbar efendim qizi şu muqamni aytib edi, o'zini basanmay, yani şu o'zining qiz farzandini tonushtira olmay yig'lab ketdi. Endi bu o'ylayman, bu minut sekundlarda buningdan uyushuk mukofot bo'lmaydi odam bolasiga. Rahmat aka. Rahmat. Hey, nima desam bular? Uyg'ur san'atimizniki tayanch kuchlarining mushu nava programmasi orqali mush maydonga kelayotganiga qattiq hayajonlandim. Birsidan yaxshi numurlar. Masalan, Mardon inimizniki mushu numurlari Bağansır ichilib ketib borda, bu Bağansır aptaparastlik bo'lib ketdi. Doniyor inimiz kelsak, Amiri bilan aytgan naqshlari do'ppingizdan o'rgalaydir. Shunchilikmi kelib ketibdi. Akbar apandimga kelsam, Aylanglar ko'z tegmasin menga gullab, yashnanglar sizlarni menga suymas. Rahmat. Rahmat ko'pchilik, hammalar intayin hayajonlandik. Shu bizning programmamizga qisqa uchur orqali qatnashgan talayli ko'rmanlarimizni bir mukofotlagan bo'lsak, qani undaqda cho'ng ekranga marhamat. Boshlansin, to'xtasin deganni bizning umoq qizimiz deb bersin bo'lamdi. Keling qizim. Boshlaydi. To'xtasin. Yaxshi. Qani undaqda muborak bo'lsin. 159 99 yangi nava 77 31. Bizning abonentimizga bizni qo'llaganligi uchun rahmat aytamiz. Ham bugungi talaylik abon bo'lganligini muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yana bir talaylik ko'rimimizni yana bir nima qildik? Undaqda qizim yana o'zim boshlayman. Yana boshla sonlab beraman. Başlasın. 90. Qani, yangi numeri 152 99 yangi nava 41 42 bo'lgan abonentimiz muborak bo'lsin. Bizga qo'llig'ingizga rahmat. Mukofot buyumimiz bo'lsa, Xinjiang Beshik xalqaro suvchak shirkati ta'minlagan Miftoh markali Koreyaning 500 yang qimmatidagi grim buyumlari. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi eng xalqliq bosqichga keldik ko'pchilik. Shunda. Mushundaq yaxshi numurlarni ko'rsatgan, mushundaq kuchli mahirlarimizdan zodi kim bu daqiq bosqichga o'talaydiganda qadrli tomoshabin do'stlar, qo'linglardagi elektronlik bilet tashlagichni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. Sizlarning dahshat jiddiylashyotganliklaringizni men bilaman. Ajoyib jiddiylashyapsizlar, uni bilmay shunglashqa sizlardan savol so'rag'im yo'q, ortiq gapim yo'q. Kayninglarga o'rnib natijanglarni ko'ringlar. Marhamat. Muborak bo'lsin. Qani bizningki eng oxirgi bosqichimiz hattada bir yulduz bosqichiga o'talgan mayirlarimizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Marhamat. Qaramag'ashtiringlar. Nim degingiz balkim men sizdan savolni so'ramay, ham yetaklamay zodi nim degingiz va ko'ngilingizga gapni desangiz bir anglab boqaylik. Men Bishirlam degan eng dastlabda mening bu programmaga qatnashishim hargizmi birinchilik erishish eng oxirgi bosqichga kirish emas, balki mushundan bir cho'ng sahnaga chiqib o'zimning bir iqtidorini sinab boqmoqchi edim. Mushu tuvan o'tagan tomoshabinlarimizga xushonlik ato qila olgan bo'lsam, o'zimni baxtli his qilaman. Siz qilarsiz. Rahmat. Barliq kelishingizni qarshi olamiz. Sizni shu. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ko'p rahmat. Sizga utuq tilaymiz. Mayirlarimizning eng oxirgi bosqichda qanday mahoratini ko'rsatganligini birlikda ko'rib boqaylik. Eng oxirgi bosqichimiz haftada 1 yulduz.
uçrigan günüm Göz yaşım ıhrar çıkmadı ünüm Bu gece toyum Köyle sencini Emdi yalğız ötüdü her bir günüm Sen hoşal şunçili Ama yüreğimde ensiz bekleyemem Habersiz iyi söydü seni İçilse sürün düşendir beni Bu gece hıyar Ezmem beni Bağrım yalğız ettirdek idin beni Telkinin davanında Yaşarlar arça Telkinin davanında Karvanlar aksiye yağlar Azat el zamanında Karvanlar aksiye yağlar Azat el zamanında Gönlüm sana nefes aldı Telkinin avazıydı Gönlüm sana nefes aldı Telkinin avazıydı Boşaldı günlere Buldullar navazıydı Boşaldı günlere Buldullar
Yana bir mayırımızın sektimizga teklif qılamdık. Merdan. Merdan. Eng ahirki ikki mayırımız bu özünün naqsını aytib boldi şundaqku. Eng aldı bilan bahalgıçlarımızın fikir teşkilini anlatmaqamdık. Birinci numaralı mayır yaxşı. Bayatın qanaqşan şunçilik umdan yaxşı oruludun. Abay qanaqşan şundan moğluq şundaq umdan texniklik xili seviyelik oruludun. 5. numaralı mayır efendim bizning Ekber efendim. Ekber efendim. Ma telki tağlar degan naqshini mana mushu Ahmadjon akang voyga yetkazib aytdi. Eng yaxshi aytadigan naqsh. Uni qasam aytdi men. Alışkınlardan kalsa Ekber efendim aytılgan bo'lsa. Endi sen ma ishkimizni qo'yib sen sana berdi qil bu naqshni sen aytqilar bo'ldi. Rahmat. Yaxshi aytding. Azroq bir yerlarini hisob qilmagan chog'da. Rahmat. Biroq shivlari shunchalik undan yaxshi. Barakallah. Demek birinci numarımız Merdan. Demek basqıçlıq ayını gibi en ahırgıcı davamlaştı. Menimce bolganda 2 yıl qaldırmay 2 yıllarni mening qo'limda ekas kirgizatdim, biroq onda huquq bizda yo'q. Merdan ukam sen davamlıq yaxshi tirishqin. Muşu yaxshilarimiz yaxshi ko'radigan naqshlarni davamlıq etqin. Sen yaxshi naqshlarimizdan birisi bo'lsan. Endi Ekber efendim talik taldı degan naqshini naytim abda etding ukam. Demek sen özün rahmet. Toqsun diyarda çoğun bulup, il rayonida işlengen muşu telki tağları degan naqshini hazır cemiyetimizde jiq adamlar edidu. Yaxshi o'riluding. Sana rahmet. Qolgan nomer berishni manmush o'tagan tomoshabinlar bersin. Rahmat. Rahmat aka. Dana. Haftada bir yulduz müşturida endi mushu enimiz Merdan ras Bağan sır içilip ketdi bulup bu naqsh etgan vaqtki özünün ismi-jismiga layiq Merdan qiyafati eng muhimi mushu naq maydonda özünün ovozini kontrol qilib turib hissiyat bilan birlashtirib aytish nihoyatda yaxshi o'rindagan. Aferin ukam. Birinchi turdan tortib ta hozirgacha o'zingning ismi-jismiga layiq Merdan qiyofating bilan ustunlikni egallab kelyapsan. Sana aferin. Endi mushu Ekber efendimdan kelsak, hey nima desam bo'la? Mushu meningcha baholug'chilarimiz olsun, mayli mishat o'tdagan tomoshabin do'stlarimiz bo'lsin, sizga eng yuksak, eng buyuk baholarni berib bo'ldi. Qolganni mushu tomoshabinlarimiz birmin desin qanday? Rahmat baholug'chilarga. Eng oxirgi bosqichimizga o'tish uchun 2 nafar mayirimiz qoldi. Programmamizning bosh qismida 5 ko'rurmanimiz, 5 mahirimizni taratgan shundaqku. Programmamizning beshida Muşu 2 nafar mayırımızın çempiyon bularmikin de tarazgan 2 nafar mehminimiz qayerda o'tadikin ko'rib baqaylik. Birinchi numaralı mayır. Birinchi numaralı mayırın çempiyon buldu da tarazgan shunaqmi asosing'iz Yaxshi edi ekan, yoshga. Shunga yoshgan. Shunga shu birinchi numaralı mayırni tanlandi deb o'yladim. Rahmat. Dastlabda mushakimiz birinchi bo'lamiki deb o'ylagandim. Naq maydondagi har bir tomoshabin do'stimizga Chin Nuri shirkati ta'minlagan 60 yuan qiymatidagi haqsiz iste'mol kartasi mukofot sifatida sovg'a qilindi. Qo'l qaysizlar. Shuningdek, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Vasivot kasbiy mablag'chiligi birlashib uyushtirgan Xinjiang Chin Nuri biopantexnik chekish shirkati alohida qo'llagan nava programmasi. Undaqda baholug'chilarimizning baholarini anglab o'tdik. Endi bizning alohida bir zo'r kuch bo'lgan bir qo'shig'imiz bor shunaqmi? Undaqda tarat qula vakillari zodi kimga o'zing qo'ldagi qimmatlik 10 nomerni berdikin? Sizlarga 5 sekundlik o'yinish fursati beramiz. Tarat qula vakillarining 10 bilti 10 qo'lidagi 10 nomeri zodi kimga berildi? Tayin muhim bilan. Sekund beramiz, qani o'yinish beqinglar, qo'linglardagi 10 nomerni zodi kimga bersizlar? 5 4
3, 2 bir. 2, Bo'ldi, başlayın. 1. Birinci numurluq mahirimiz Mərdanğa özünün qo'ldagi qimmatlik 10 numarını berishni xohlaydigan taratqular vakillari qo'linglarga ko'tarsanlar. 2 1 2 İşkəyləncnaqmı 20 numar mübarək olsun. Mübarək olsun yine. Mübarək olsun. Bunda bizning 5 numurluq mahirimiz Akbar Apandovga özünün qo'ldagi qimmatlik 10 numarını berishni xohlaydigan taratqular vakillari qo'linglarga ko'tarsanlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 taratqular vakillaridan olmayan jami 100 numar berdilar. Mübarək olsun. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Shinjang televiziya stansiyasi bilan Dastivod kasbiy mablag'chiligi birlashib uyushtirgan Shinjang Chinori biotexnika cheklanish shirkati alohida qo'llagan Navo programmasi. Endi naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz o'zlarining tanlash huquqini yurgizdi. O'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlaysizlar. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini to'xtatmasdan qolsanglar bo'ladi. To'g'risanglar bo'ldi, bu balkim o'sha mahirga omad olib kelishi mumkin. Eng Alat qulları. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun Ekber efendim. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Buyumның игізлігідің Buyursun egizlikte. Buyursun egizlikte. Rahmat, rahmat. Qani mübarek olsun. Qani qadrli tomoshabin do'stlar, ekrandagi televizor ko'rgich do'stlar, bizning bu sandagi cho'lpinimiz, haftalik yulduzimiz vujudga keldi. Akbar efendim mübarek olsun. Rahmat. Rahmat. Ko'ryapsizlar, Shinjang televiziya stansiyasi bilan Dastivod kasbiy mablag'chiligi birlashib uyushtirgan Shinjang Chinori biotexnika cheklanish shirkati alohida qo'llagan Navo programmasi. Mana hozir bizning bu san programmamizning haftalik yulduzi vujudga keldi. Akbar efendim mübarek olsun. Mübarek olsun. Undaqda bizning